Assalomu alaykum hammaga, hurmatli biznes hamkorlar, Dream Team, Mr. Sovik, Abdulla Sapline va qolgan barcha liderlar va biznes hamkorlar. Bizda bugun juda ham zo'r yangilik. Bilasizlar, 2025-yilda oxirida 3 oylik priz bo'lgan Mr. Sovik tomonidan, Sovik tomonidan mashina yutib qo'yilgan eng asosiy priz Dream Team jamoasi yutib oldi. O'zbekiston bo'yicha birinchi bo'lib, aynan Dream Team jamoasida 16 dona inson qo'shilgandi. Baxtli insonlardan ularcha eng omadlisi Mustafa aka bo'lib chiqdi bugun. Mustafa akani tabriklaymiz. Mashina yutugi bilan Xudo xolasa yaxshi kunlarga mening nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga erishib, bundan buyog'iga Elon'da eng katta natija qilishni tilab qolamiz. Bu boshlang'ich yutuq, Xudo xolasa. Men juda ham xursandman o'zim yutganda. Men o'zimdan keyin shogirdim olganiga juda ham baxtliman o'zim ham. Xudo xolasa Mustafa akani o'zidan so'raymiz, shu bu taassurotlar qanaqa o'zingizda, qanaqa his-tuyg'ular sizda bildirsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli Dream Team komandasi va hemshirunda ustozlarimiz Abdulla Sapline, Temurjon Apline, Salomar Apline. Taassurotlari zo'r, dahshat. Kutmagandim bu narsani, birdaniga meni nomimni qo'yishdi. Juda xursand bo'ldim. Iloyim sizlarga ham tilayman shunaqa kunlarni. Faqat ota-onaning duosini, ustozlarning duosini, ustozlarning aytganini chiqmasdan, ustozlarning orqasidan bo'lsalaringiz, inshaalloh sizlarga ham nasib etadi, Xudo xolasa. Hammaga omad tilayman, hammaga tilayman shu kunlarni. Xudo xolasa. Oson bo'lmadi, mehnat bo'ldi. Konkretni bu priz yutib olish uchun ham kim zo'r mehnat qilgan bo'lsa, kim zo'r so'ragan bo'lsa Xudodan mana bugun erishdi. Xudo xolasa keyingisi siz bo'lishingiz mumkin. Bu boshlanishi, bu boshlang'ich proyektlar, Xudo xolasa boshlang'ich prizlar, Xudo xolasa dash harakat qilamiz, dash davom etamiz. Eng mana yosh bo'lib, misol yosh katta ham emas misolda yoki deylik, bizdan ortiq joyim yo'q. Mana shunaqa natijalarga erishdi. Xudo xolasa Mustafa aka yaxshi kunlarga mendan buyog'iga mana shu mashinani deylik, nimaga qilgan bo'lsangiz That's the sound of the police. That's the sound of the beast.